Ayollardan menga zo'r bir savol keldi. Jinsiy aloqa qilamiz erim bilan har kun, lekin endi xohish yo'q. Erimga kamroq qilaylik desak, yo'q, ikkinchi xotin olaman deyapti. Mana shuga nima qilaylik, doktor savet bering deyapti. Borib siz analiz topshiring. Sizda xohish bo'lmasa, jinsiy aloqaga borib analiz, jenskiy analizlarni topshiring, gormonlarni topshiring. Estradiol, fezga, Lga, erkaklik gormoni, testosteronni ham topshirib ko'ring, vitaminlarni topshiring. Agar mana shular tushib ketgan bo'lsa, sizga jinsiy aloqaga xohish ham tushib ketadi, bo'lmaydi. Eringiz sog'lom. Agar eringizni ishini bitirmasangiz nima qiladi? Ikkinchi xotin oladi. Ko'pincha savollar boshqacha keladi. Misol, erim kamroq qiladi jinsiy aloqa, organizm sust deb savol keladi, lekin bu savol boshqacha edi. Mana shu uchun bor erkaklarki, misol xohishi testosteroni baland bo'ladi, xohishi ham baland bo'ladi. Mana shu uchun faqat harakat qilasizlar, shu erlarning ishini bitirishga, bo'lmasa ikkinchi xotin oladi. Sizlar yozinglar, kommentariyaga nima savollaring bo'ladi, nima voqealar bo'lgan, mana shuga biz harakat qilamiz javob berishga. Rahmat, sog' bo'ling.